Biddiyat dinga yangi, asossiz narsalarni kiritishdir. Biddiyat jamiyatda ixtilof chiqaradi, haq yo'ldan chalg'itadi va odamlarni adashtiradi. Shom namozidan keyin kasal ko'rgani borgan edim. Bemorning yaqinlari shomdan keyin kasal ko'rilmaydi deb meni uning oldiga qo'yishmadi. Shu to'g'rimi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Kasal ko'rishlik bu yaxshi amal. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam mo'minning mo'mindagi haqlarini bir nechtasini sanab berganlar. Salom bersa alik olishlik, da'vat qilsa, biror joyga taklif qilsa borishlik, aksa urib alhamdulillah desa unga javob qaytarishlik va shuning ichida i'adatul marid deydi, ya'ni borib kasalni ko'rishlik. Bir odam kasal bo'lsa, uni borib ko'rishlik musulmondagi haq hisoblanadi. Qolaversa bu juda ham savob amal, ko'ngil so'rash. Endi hozir savolda aytilgandek, shomdan keyin bemorlarni ziyorat qilsa bo'ladimi degan savolga kelsak, aslida shariatda shomdan keyin ham, ya'ni kechqurun ham, kunduzi ham o'sha bemorni ko'rishlikka ruxsat bor. Hazrati Ali radhiyallohu anhu ning rivoyat qilgan bir hadislari bor. Aytadilarki, "Man Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan quyidagi gapni eshitdim" deydilar Hazrati Ali radhiyallohu anhu. Payg'ambarimiz alayhisalom aytgan ekanlarki, "Man aada maridan bakran shayyahu 70,000 malak" deganlar. Ya'ni bir odam ertalab bir kasalni ko'rgani borsa, o'sha ko'rgani ketayotgan odamga 70 mingta farishta hamroh bo'ladi, birga boradi. Kullukum yastaghfiru lahu hatta yumsiya deganlar. Endi o'sha odamga to kechgacha istig'for aytadi. Va kana lahu kharifun fil janna deganlar va unga jannatda bir xurmozor bo'ladi. Va in aada masaan dedilar. Agar kechqurunda bir kasalni ziyorat qilgani borsa ham, unga yana mana shunaqa 70 mingta farishta hamroh bo'ladi va u ertalabgacha unga istig'for aytadi va o'sha odamga ham jannatda bir xurmo bog'i bo'ladi deganlar. Ushbu hadisdan ko'rinib turibdiki, demak bir odam kasalni kechqurun ko'rgani boradimi, kunduzi ko'rgani boradimi, unga savob bo'ladi. Lekin odob nuqtai nazaridan shunday paytni tanlasinki, kasalga malol kelmasin. Kasal ko'rishlikda ham o'zini odobi bor. Masalan, kasalda malol keltirish kerak emas. Kasal dam oladigan paytida bormaslik kerak, muolaja olayotganda bormaslik kerak. Toqati yetmaydigan holatda uni ham qiynamaslik kerak. Bir xilgi holatlarda bo'ladiki, kasal ko'rgani borsangiz, yonida xizmatda turgan oilasi chiqib shunaqa sal toqatlari yetmaydi, ziyoratchi qabul qiladigan darajada emas desa ham, "Yo, men yaqin do'stiman yoki falonchiman kirishim kerak" deydi. Ehtimol u odam uni qabul qilishlikka toqati yo'q yoki sharoiti yo'q. Har xil holat bo'lishi mumkin. Tura olmayotgan bo'lishi mumkin. Mana shunaqa paytlarda Alloh uchun borgan odam albatta o'zini ko'rsatib, olib borgan narsasini mana men sizga mana buni ko'rsatdim deyishlik uchun bormaydi-ku. Balki o'sha eshigini tagidan haqqiga duo qilib, Alloh shifo bersin, o'ziga kelsa meni kelganimni bildirib qo'yin desa ham bo'ladi yoki Alloh uchun duo qilib ketsa ham bo'ladi. Shuni hisobga olib, bizda ehtimolki xalqimiz bu shariatda emas, xalqimiz shu kechqurun kasal ko'rgani borib bo'lmaydi degan gapni aytgan bo'lsa ajab emas. Lekin shariat nuqtai nazaridan kechasi borsa yomon bo'ladi degan gap yo'q. Ammo odat nuqtai nazaridan malol kelmaydigan bir paytni topib kasalni ko'rgani borish kerak. Vallohu a'lam bisavob. Kanalimiz rivoji uchun do'stlaringizga ham ulashing.